skitkani dollarda aytamizmi, so'mda aytamizmi? Keyin so'mda aytaylik, odamlarga tushunishga oson bo'ladi. Mazza qilishsinmi? Assalomu alaykum. Keling. Aksiya beraylikmi, sovg'a salom beraylikmi deb o'ylab o'tirmiz mana. Semichkalarni zo'ridan olib kelib qo'yganmiz mana. Buni ichidagi choylarini qaranglar, go'zalligini. Vah. Buni otgan odam mazza qiladi. O'shanga bosh qotirganmiz. Nima qilsangiz bo'ladi? Nima qilsangiz nishon do'kondek o'quvchilarimiz xursand bo'ladi bizlardan. Ajoyib bomba skitka qilaylikmi yoki qaysi modelimizga qilaylik skitkani? Nech pul qilishimizni videoni oxirigacha ko'rsanglar aytamiz. Skitkani bombasi. Super skitka. Aselkon 5 ota qurollarimizga, Aselkon modellariga 5 ota. Bularga 10 yil stash kerak. Skitkani zo'ri. Bu qollarimiz 9 million 800 ming sotilgan. Endilikda 10 million 500 ming so'm. Zo'r-a? Ajoyib yangilik. Kelib qolinglar, olinglar, mazza qilib ishlatinglar ularga. Soni chegaralangan. Bu modelimiz, bu ham 5 ota, naqshli, gravirovkali, 76 stvol, Aselkon model bu ham. Bunga ham 10 yil stash kerak. Bu modelimizdan oldingi narxi 11 million 100 ming bo'lgan. 5 million 500 mingdan beryapmiz. Buni ham soni cheklangan. Kelinglar, sotib olinglar, mazza qilib ishlatinglar ularga. YouTube kanalimizga a'zo bo'linglar, Instagram a'zo bo'linglar, Telegram gruppalarimizga qo'shilib olinglar. Like'larni ayamanglar.